بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz oldingi darsimizda kitobimizning birinchi temasi bo'lgan Qur'oni Karimning tafsiri munosabatlik ilm usulut tafsirining ta'rifoti shu asosda tafsirlar ta'vilninki o'tirdiki ma'no jihatdagi farqlari va ishlatilish qo'lnish jihatdagi farqlari undan keyin tafsirninki ahamiyati usulut tafsirining ahamiyati usulut tafsirining nishoni usulut tafsirininki temasi qatorliq birinchi mazmunni tugatgandan keyin ikkinchi mazmunga o'tgan. Ya'ni ikkinchi mazmun nash'atu ilmut tafsir va marahiluhu. Biz tafsir fenininki paydo bo'lish va besib o'tgan bosqichlarini to'rtga bo'lgan. Birinchisi al-marhala ula at-tafsir fi ahd ar-rasul sallallohu alayhi vasallam deb bu vaqtdagi tafsirining shakllanish ahvoli va xarakteri Rasulullohning tafsiridagi tutgan manhaji Rasulullohning sahobalar qilib bergan tafsirininki miqdori qanday tafsir qilib berdi bu masalalar haqida to'xtalgan. İkinci mazmunda el-merhalatu saniye et-tefsir fi ahd sahaba yani sahabalarning davridagi tafsir deb sahabalarningki tafsir qilishdagi yo'llari, uslublari va u vaqtdagi tafsirning umumiy ahvollari, sahabalarningki tafsiridagi farqlariningki asosli sabablari, sahabalarning tafsirlarininki alohidliklari qatorliq masalalar va sahabalarning tutgan manhajlar qatorliq mazmunlar ikkinchi qatimliq mazmunda tugagan. Undan keyin bugungi darsimizda tabiiylar davridagi tafsir bosqichiga keldik. Ya'ni al-marhalatu salisa at-tafsir fi ahd at-tabi'in rahimahumullah. Ya'ni tabiiylarning davridagi tafsir bosqichi. Endi biz birinchi marhala va ikkinchi marhalani umumlashtirib bundaq bir yakuniga kelaymiz. Ya'ni Rasululloh hayot vaqtidagi tafsir qilish prinsiplari, undagi Rasululloh dunyodan ketgandan keyingi tafsir qilish prinsiplari, mushulardan yakunlagan xarakter ta shu tabiiylar davriga kelgan qadar Qur'onni nima bilan tafsir qilish, Qur'on bilan tafsir qilish. Qur'onni Rasulullohning hadislari bilan tafsir qilish. Qur'onni sahobalarning ijtihadoti bilan qanaqa qilish, tafsir qilish deb shu 3 asosiy manhajga yig'inchiqlagan to'q. Endi albatta tabiinlarmi sahobalarning shogirdi bo'lish bilan tafsir sohasida sahobalarga mirosxo'rlik qilish bilan tafsir ilmini sahobalardan elish bilan yuqoridagi 3 prinsip, ya'ni Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish, Qur'onni sahobalarning so'z ijtihodlari bilan tafsir qilish qatorliq 3 prinsip muqarrarki tabiiylarning prinsipi ham bor. Endi bizning hozir tabiiylar davridagi tafsir bosqichida nima yangiliklar bo'ldi? Mushuni bilish uchun 3-bosqichga keldik. Albatta, kalonlarda shu aydın olsun tabiiylarning Qur'on tafsir qilish prinsipi ilgiriki sahabalarning Qur'on tafsir qilish prinsipidagi prinsiplarni cho'qim asos qiladi. Endi anında yo'q prinsiplarni bilmoqchimiz hozir. Shunlashqa Abdur o'zining so'zini mundaq deb boshlaydi. Lam yakun thamma faruqun kabir bayna manhaj as-sahaba radiyallohu anhum va manhaj at-tabi'in rahimahumullah. Yani sahabalarning Qur'on tafsir qilishdagi manhaji bilan tabiiylarning Qur'on tafsir qilishdagi manhaji o'rtada laysa faruqun kabir degani cho'ng farq yo'q. Lekin lam yakun faruqun kabir cho'ng farq yo'q. Nimishqa? Men bayatni deb aytganimdek tabiiylar sahabalarning shogirdi. Tabiiylar Qur'onni sahabalardan o'rgangan. Tabiiylar Qur'onni o'qishni sahabalardan olgan. Unda olgandan tabiiyki sahabalar qo'llanayotgan tafsir uslubi, sahabalar qo'llanayotgan tafsir manhaji, tabiiylarning tafsir uslubi, tabiiylarning tafsir manhaji bo'lishi muqarrar ahvol. Shuni turmada deydi. Faqat chunki ifodalaydi. Talaqqat tabi'un
tafsirahum min as-sahaba radhiyallohu anhum kama aslafna. Ya'ni chunki tabiinlar o'zining tafsirini sahobalardan olgan degani sahobalardan o'rgangan, xuddi biz ilgari so'zlab o'tgandek. Endi tabiinlarning tafsiridagi eng chong alohidligidan birisi tabiinlar tafsiridan xuddi sahobalar qisilganda qisildi degani tafsir Allohning kalomini izohlash o'g'achqa, Allohning maqsadi ma'uda boshqalarga yetkazish o'g'achqa, agar buningda sizning aniq paketlik bir ma'lumoting bo'lmaganida, ma'lumoting ma'sur ma'lumot olsun yoki o'zingning ijtihodi, ma'lum bilimga tayanadigan ijtihoddan shakllangan ma'lumot olsun, inna keskin yaqin ma'lumot bo'lmaganida, mandaq etgan vaqtda ilmga asoslangan ma'lumot bo'lmaganida, sening qilgan tafsiring sana nisbatan yaxshilik ekanmasdan balki seni do'zaxga so'rab qo'yadi. Masalan, bu misollarni olsak, intayin ko'p. Fahada degani, masalan, Ma'ud Sayyid Musayyib rahimahulloh Sayyidut Tabiin deb ataladi. Tabiinlarning eng cho'nglari hisoblanadi. Qur'oni Karimdagi bir oyatning tafsiri haqida so'ralsa, xuddi anlamagandek tim turdi degani tafsirga haddidan ziyoda oldirib, yugurib tilsunmaydi. Mana bu Shu'bi deydi, "Vallahi ma min aya" Allah bilan qasamki, har qanday bir oyatlar bo'lsa Qur'onda illa vaqad sa'altu anha. Mana men shu oyat to'g'riliq so'g'an degani bir narsa o'rgangan. Men shu oyatning tafsirini o'rgangan demakchi. Lekin diqqat qilaman. Nima uchun diqqat qilaman? Lakinnaha rivoya anillah. Lekin tafsir degan oyat degan Allohdan qanday qilish, rivoyat qilish. Shuning buningda hazir elash kerak, diqqat qilish kerak deydi. Endi ma yuqoridagi Sayyid Musayyibning ahvoli va Shu'bining ma ahvoli va boshqa ulamolarningki tafsirida diqqat qilish kerak. Tafsir degan qalon-qulon qiz bo'lmaydigan narsa, ilmga asoslanmay qilganda do'zaxga olib degan gapning hammasi qandoq yerga qaratilgan, qandoq odamga qaratilgan desa, hadal qawlu minhum. Ma Sayyid Musayyib va Shu'biga o'xshash va ularning o'xshash tabiin va cho'ng salaf ulamolaridan kelgan manda gaplar mahmulun ala taharrujihim anil kalam fi tafsir bima la ilma lahum bihi. Ya'ni tafsirda ularga bilim yo'q narsalar bilan so'zlashdan qisilganlik qaratildi. Agar aniq ma'lumot bo'lmaganda qisilish kerak. Ammo qandoq odam o'sha tafsirdan o'zi biladigan ma'lumotlar bilan so'zlasa, mayli lug'at nuqtasidan bo'lsin, shariat nuqtasidan bo'lsin, albatta fala haraja alayhi, uning haraj yo'q. Aksicha haraj yo'q emas. Agar ehtiyoj tug'ilib qolgan vaqtida o'zi bilib turib tafsir qilmasa, jinoyatkor bo'ladi. Shunga bu yerdan bir nuqtani xulosalayamiz. Tafsir haqida bilmaganni so'zlash harom. Ehtiyoj tushgan vaqtda bilganni so'zlamaslik harom. Yani tafsir haqida bilmaganni so'zlash harom va ehtiyoj bor holatda turib bilganingni so'zlamaslik harom. Demak, ikkisi bunda ahvol. Bilib turib so'zlasang jinoyatkor, bilmay turib so'zlasang jinoyatkor. Shunga alohida diqqat qilish kerak demakchi. Endi o'zimizning asosiy maqsadiga kelsak, tabiinlarning tafsir haqidagi manhajiga kelsak, men bayonda deb o'tgan tabiinlarning manhaji tabiiyki sahobalarning manhaji bo'lishi bu aniq masala. Shunga o'tib tabiinlarning tafsiridagi manhajiga kelsak, tabiun rahimahumullohlar sahobalar bilan radhiyallohu anhum tafsirining muhim asoslarida o'rtoqlashadi. Ya'ni xuddi sahobalar Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilgandek, Qur'onni hadislar bilan tafsir qilgandek va tafsirini topolmagan vaqtida, Qur'on va hadisni topolmagan vaqtda o'zining ijtihod bilan qilgandek, tabiinlar tabiiyki Qur'onni Qur'on bilan tafsir qiladi. Qur'onni hadis bilan tafsir qiladi. Qur'onni sahobaning ijtihodi bilan qiladi. Ammo tabiinning davri sahobaning davridan keyin kelgan davr. Tabiiyki tabiinning davrida, sahobaning davrida paydo bo'lmagan ishlarning paydo bo'lishi aniq. Chunki tabiinlar davrida islomning futuhatlari intayin kengaygan. Islomga g'ayri arab bo'lgan va boshqa rayondagi musulmonlarning intayin ko'p kishi kirgan. Aniqki, yangi islomga kirganlar, yangi fathi shaharlarning maydonga kelishi, o'xshamagan madaniyat millatlardagi musulmonlarning maydonga kelishidan tabiiyki savol talab qilayotgan nurg'un masalalar ko'paydi. Yishim talab qilayotgan nurg'un masalalar ko'paydi.
Bulardan Qur'ondan nima izlash kerak, dalil izlash kerak. Agar shu masalaga javob Qur'oni Karimning ma'lum oyatiga munosabatlik sahobalar qilgan tafsirdan topilmasa, ya'ni Qur'onni Qur'on bilan qilgan tafsirdan topilmaganida, Qur'onni hadis bilan qilgan tafsirdan topilmaganida, va yoki sahobalar o'zining jamiyatida o'z davrida yuz bergan masalalarga o'zining ijtihod bilan qilgan tafsirdan topilmaganida, tabiinlarmi mujtahid bo'lish sifati bilan o'z davridagi ba'zi masalalarni o'zining ijtihodoti orqali Qur'oni Karimni tafsir qilib hal qilishga majbur, ham shuningga munosib. Andan keyin tabiiyki tabiinlarda tafsir uslublarininki yoki tafsir manhaj asos prinsiplarininki sahobalarning qilgan vaqtda ko'payishi tabiiy ahvol. Shuni olib turib deyotdi. Lekin illa innahum bular deydi. Ularning sahobalardan tafsirini og'anligiga qarab, ma bir nuqta va islomiy futuhatlarning kengayganligiga qarab, ma ahvollarni ko'z tutgan vaqtida jaddad usas uxra. Yani başka prinsiplarni ham yangidan maydonga kelgan. Unda o'ganda tabiinlarning tafsirini tuvandagidek 5 asosiy prinsipga xulosalashga bo'ladi. Birisi Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish. Yana birisi Qur'onni hadis bilan tafsir qilish. Yana birisi Qur'onni sahobaning ijtihodoti bilan tafsir qilish. Ma 3 tane prinsip sahobaning olgan prinsip. Andaki ma o'rinda ma 3 tane prinsipdan o'zi hal qilmoqchi bo'lgan masala yoki shuningga shishimdiradigan oyatning mazmuni yoki shuning munosabatli tafsirda topilmagan vaqtida ular 4-chi prinsip o'tadiki tafsirul Qur'on bijtihod degan. Ya'ni ularning ijtihodoti bilan tafsir qiladi. 5-chi tabiinlar davrida maydonga kelgan prinsipning birisi Qur'oni Karimni isroiliyat bilan tafsir qilish. Ammo mush yerda shuni eskartib qo'yishga bo'ladi. Isroiliyat tafsir sohasiga kirib qolgan bir o'sma deb qarasak, dek ig'ri ketmaydi. Chunki oldingi salik darslarda so'zlab o'tgandek Isroiliyat ahli kitobdan musulmon bo'lgan ulamolar, ya'ni ahli kitobning ulamolari Qur'oni Karimdagi ba'zi qissa, ba'zi masalalarningki bayoni o'xshash bo'lgan mazmundagi ahli kitobning kitoblarida bo'lib qolgan bo'lsa, yoki ba'zi voqealiklarningki ba'zi qissalarning oxirisi Qur'onda yo'q, aktil bo'lib qolgan bo'lsa, bular shu kitobdagi ahvolni bayon qilish sifatida musulmonning o'tirida bu o'tirib qo'ygan ahvol. Shuning bilan keyincha bu avomning ichida rivoj topib, eng oxirida tafsir g'ichi singib kelgan. Hatto biz o'qiyotgan, navbatda bizning jamiyatimizda o'qiyotgan nurg'un tafsirlarda mushkil isroiliyatlar o'rin olgan. Isroiliyatlar amaliyotda obdan nazar tashlagan vaqtida amaliy musulmonning kishilik hayotiga yoki ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy taraflaridagi ahvolotiga hech qanday bir ijobiy ta'sir yo'q masalada. Masalan, shu Qurbon hayit kelib qolsa, mihrobdagi, minbardagi imomlarimizning og'zidan İbrahim alayhissalomningki pichoqlarni Ismoil alayhissalomning yiliga tekkizganligi, pichoqning o'tmaganligi, tashqi sog'anligi, tosh o'tgan, tashqi gap qilsa zuvan kelganligidan iborat nurg'un gaplar mihroblarda umumiy kishilarga bir tabliğ sifatida so'zlanadi. Amaliyotda bu to'g'riliq ya oyat ya hadisdan ma'lumot yo'q. Faqat oyatlarningki, hadislarning bizga bergan tushunchasi İbrahim alayhissalomningki o'zining o'g'lini bu Alloh yo'lida qurbonlik qilish ruhi, İsmail alayhissalatu vesselam'ningki o'zining jinini Allohning buyrug'ini ijro qilish uchun qurbonlik qilish ruhi, uni ma'u asosiy maqsad sifatida bayon qilingan. Uning o'ta o shaytonning ularning keyniga kirib olganligi, Hajarni vasvasa qilib u yerga olib olganligi, uning bir toshni atqanligi, u unda ahvollarga dalil yo'q. Asosan hammasi Isroiliyat masalalari. Abtur davatudu famanhajus tabi'in rahimahumullah. Demak, xulosalasak, tabiinlarning manhaji tuvandagidek asoslanib turadi. Birinchisi, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish xuddi sahobalarning manhajida o'tgandek. Bu bir. Ikkinchisi, Qur'onni payg'ambar alayhisolamning hadis bilan tafsir qilish yuqorida o'tgandek sahobalarning manhajida ham. Dedik, biz bayonda o'tdik, hammasi sahobalarning qo'llangan manhaji. Uchinchisi, Qur'onni sahobalarning so'zi bilan tafsir qilish. Nimishqa? Chunki tabiinlar sahobalarning tafsiriga murojaat qiladi. Bu tafsirni o'zining so'zlarining oldiga o'tkazadi degani o'zining so'zidan ilgari qo'yadi. Nimishqa? Chunki ular
tefsirini sahabalardan öğrengen, tefsirini sahabalarga to'g'rilagan degani to'g'rilashma ilm babida o'qish degani ko'rsatdi. Xuddi Mujahid ibn Jibr men Qur'oni Karimni Ibn Abbosga 3 qatim Fatihasini xotimizgacha to'g'rilab o'tdim, ya'ni o'qib o'tdim demoqchimdi. Ibn Abbosni ashu mushafdan har oyatni qayta to'xtatib, shu oyat to'g'riliq so'rab, demak 3 qatim tafsirini o'qidim degan gapda. Manda omillar tufaylidan tabiinlarninki sahobalarning tafsirini, ijtihodatini elishi tabiiy ahvol. To'rtinchisi, agar Qur'onning tafsirini Qur'ondan topolmaganida, Qur'onning tafsirini hadisdan topolmaganida, Qur'onning tafsirini sahobalardan topolmaganida mujtahid, ya'ni tabiinlarning o'zi mujtahid bo'lish sifati bilan o'z jamiyatining masalalarini o'zi hal qilguvchi bo'lish sifati bilan o'zining fahmi, ijtihodati bilan tafsir qildi. Chunki, ya'ni agar tabiinlar Qur'ondan tafsirini topolmasa, yoki sunnatdan topolmasa va yoki sahobaning so'zini topolmasa, bular ijtihod qiladi. Fahom, chunki ular ahlul lil ijtihod. Ijtihodning ahli ular. Nimishqa? Chunki ular arablarning tilini biladigan kishilar va shu arablarningki so'zdagi taraflarini, doir tarafindagini so'zlash uslublarini biladigan odamlar. Bular tafsirini sahabalardan olgan, sahabalardan boshqalar anglagan bo'lg'achqa fa haqqul lahum. Xulosada, demak, ularga undan keyin ijtihod qilish haqligini, ularning ijtihod qilish salohiyati bor. Chunki bular Rasulullohning shogirdlarining shogirdi. Rasulullohning Qur'onni o'rganganlar bular. Shuningcha bularda salohiyat bor. Shu nuqtadan agar tabiinlar yuqori degandek 3 prinsipdan Qur'onning tafsirini topolmaganida 4-prinsip, ya'ni o'zining fahmi, ijtihodati bilan Qur'onni tafsir qilishga tayinadi. 5-si Yahud Nasaralardan bo'lgan ahli kitobning so'zlari tafsirga singib kirgan. Buni biz oldingi darsda bir qatam Isroiliyat degan atalg'ular atagan emasmi? Bunda ahvol nima bo'lib yuz berib qolgan desa, Qur'oni Karim ilgirgi payg'ambarlarning qissalarini so'zlaydi. O'tmishdagi ummatlarning qissalarini zikran mujazan qisqa so'zlaydi. Bu hodisa qissalarininki tafsirlariga chiqib, chunki Qur'oni Karimning maqsadi shu qissalarni so'zlab bizga lozim tarafini bizga bildirmoqchi bas. Lozim tarafi tugagandan keyin uning tafsiloti bizga nisbatan hojatsiz. Qur'oni Karim tarix kitobi emas, hikoya kitobi emas. Amdin va nufus insonning qalbi oshiq qissani to'liqlash va texmi izlab oxirigacha davomli ixtisosa degani shu tashvish degan gap hisobda aqsodan chiqqan oxirigacha davomlashtirishga bir xil mayl nima bo'lgan bo'g'aydi. Musa alayhisalom Oyshadan keyin nima bo'lgan bo'g'aydi? Adam alayhisalomning 2 balasi bir balasini o'tirib o'tgandan keyin yana bir balasining ahvoli nima bo'lgan bo'g'aydi? Ibrohim alayhisalom 4 dona qushni tirgizib bergan Alloh bu qushlar qaysi qushlar bo'g'aydi? Degandek bir xil insonning qalbisiga savollar keladi. İslam futuhatlari kengayib, falammat tasa'atul futuhat al-islamiyya va islomga ahli kitobdan bir bilib ummatlar kirdi. Qanday ahli kitob desa, allazina bular deydi. Mushu taqsilarning tafsilotlarini Tavrat, Injildan biladigan ahli kitobdan bir bilib ummatlar islomga kirdi. Saru, ya'ni ular kishilarga mushuni rivoyat qilib beradigan bo'lib qoldi. Chunki tafsilot oyati borda ve kişilermi saran nas yuqbiluna ala sama'iha shu qissalarni anglashga yuzlanadigan bo'lib qoldi. Nimishqa ma Qur'oni Karimdagi qissa xabarlarning tafsilotini anglashni yaxshi ko'radi. Bu ayg'in nima bo'pti o'qib oldi debchi. Shuning bilan tafsirga mushu Isroiliyat deb tanilgan mushu xabarlarning bir bo'liklari tafsirga kirib, Isroiliyat degan nom bilan tafsirni urun olib qolgan ahvol bor. Endi bu tafsir sohasiga o'sma deb qaralsa bo'ladi. Yani onundan İsrailiyat köp rivayet kılınan kişilerden birisi Abdullah ibn Salam, Ka'bul Ahbar ve ibn Munabbeh, Abdülmelik ibn Nimo, Cüreyc. Hoş. Endi biz yukarıda tabiinlarninki tefsirining asosiy manhaj prinsiplerini so'zlab bo'lgandan keyin tabiinlarning tefsirininki alohidlik, ya'ni tabiinlarning davridagi tefsir ilgirgi tefsirlardan va keyingi tefsirlardan qanday jihatda farqlanadi desa, va yatamayyazu tafsirut tabi'in. Yani tabiinlarning tefsiri bir qanchilgan farqlar bilan, alohidliklar bilan farqlanib turadi. Shu alohidlik farqlarning birinchisi tefsir Isroiliyat kechi. Chunki sahobaning davrida Isroiliyat yo'q. Yo'q desak bo'ladi tamamen. Ikkinchisi islom futuhatlari kengayganligi. Ajamlardan nurg'un kishilarning islomga kirganligi uchun sahobalar tefsir ularning nazarida uning ma'nosi aniq bo'lganligi uchun tefsir qilmagan oyatlarning nurg'unlarini tefsir qilishga ehtiyoj ko'paydi. Biz oldingi kunlik darsimizda deb o'tdik, sahobaning davrida
Qur'oni Karim alifidan yozqicha tafsir qilinmagan. Chunki sahobalarning davrida unga ehtiyoj yo'q. Faqat kishilar bilmaydiganini ulamolardan so'raydi, sahobalarning ulamolardan, u ulamolar shu sahobalarning kishilarning bilmaydiganini tafsir qiladi. Hammaning tafsir qilishga ehtiyoj yo'q, chunki hammadan biladi uni. Endi tabiinning davrida Qur'onni boshdan oxiri o'qib boqmagan nurg'a odamlar iymonga kirgan. Bu sahobaning davrida kamis Rasulullohning ko'rgan odamlar emas. Unda bo'lgandan keyin Qur'onni alifidan yozgacha tafsir qilish ehtiyoji ko'rildi. Shuning bilan fazadat tabi'un tabi'illah kishilar shuni tafsir qilishga ehtiyojli qo'ygan oyatlarning tafsirini ziyoda qilib tafsir qilib fa atammut tafsirini to'liqladi va Qur'oni Karimning hammani o'z ichiga oldi tafsir shu vaqtda. Demak, Qur'onning to'liq tafsir qilinishi tabi'ilning davrida bo'ldi, sahobaning davrida emas. Ma'vo ikkinchi xil alohidligi. Uchinchi xil alohidligi ma davrida tafsir ig'zoki o'rganish talaqqi rivoyat qilish xarakterini saqlab qoldigini yeziqchilik yo'l qo'ya olmagan bo'lsa ma davridimi ustozmi so'zlaydi bas o'quvchi shogirdmi anglaydi bas hozirgidek kitob basildigan yoki yezib oladigan ahvollar yo'q o'quvchimi anglab o'rganadi o'rganadigan vaqtda so'zlab o'rganadi undan keyingilarni anglab o'rganadi endi garchi ma rivoyat maxsus ma'lum shakl egisi bo'lsin. Chunki tabiinning davrida sahobalar taraf-tarafga taqilgan bo'lg'achqa, o'sha har tarafga olgan sahobalarga tabiinlar shu sahobaning uslubini egallagan bir xos uslub bor demakchi. Masalan, biz oldingi kunlik darsda Ibn Abbosni Makkada tafsir etgan edik. Ubay ibn Ka'bni Madinada tafsir etgan edik. Abdullah ibn Mas'udni Kufada tafsir etgan edik. Ana shu Kufadagi, Makkadagi, Madinadagi tabiinlar o'zlarining ustozi imamining tafsir qilish uslubi, tafsir qilish shakli ularga qana qilgan meros qolgan. Shunga har birisi xos alohidlikka ega degani shu. Ashuna deyishimiz, chunki har shahar ahli shu o'zlarining shaharlarining imomidan topshirib elish va rivoyat qilishga xos shaklga ko'ngil bo'ladi. Masalan, Makkaliklar Ibn Abbosning olgan tafsirini, Madinaliklar Ubayddan olgan, Iroqliklar Ibn Mas'uddan olgan. Navgan degan taraf-tarafdagi tabiinlar shu yerda bor bo'lgan sahobaning uslubi bo'yicha tafsir o'rgangan. Ulardagi tafsir o'g'itish shakli shu sahobalarning uslubi bo'ladi. To'rtinchi sahobalarning alohidligi tafsirdagi xilofat degani o'xshamagan tafsirlarningki ko'payib sahobalarning davridagi bo'g'inidan ziyoda bo'lishi. Ma'o 4-chi alohidligi. Ya'ni tafsir xilofatlarining ko'payib, shu xilofatlarningki sahobalarning davridagidan nima bo'lishi ziyoda. Chunki tabiiyki sahobaning davrida paydo bo'lgan masalalar tabiinning davriga qaraganda oz. Undaganda tabiiyki masalalar az bo'lganligini o'xshamaydigan masalalar, o'xshamaydigan ko'z qarashlarni ham az bo'ladi. Ammo tabiinning davriga kelgan vaqtda masalalar ko'paydi. Har xil masalalarga har xil shishim beradiganlar ko'paydi. Masalan, biz bayat dedik, Ubay ibn Ka'b Madinada qoldi, Ibn Abbos Makkaga ketdi, Abdullah ibn Mas'ud Iroqqa ketdi. Radiyallohu anhum jami'an. Bular Qur'onni tafsir qilishda o'zining shu vaqtdagi muhitni asos qilib tafsir qiladi. Chunki muhit taqozo qilgan shishim tushunchlarni oyatni amsolmaydi. Iroqning ahvoliga yarasha Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning tafsirisi maydonga chiqadi. Makkaning ahvoliga yarasha Ibn Abbosning tafsirisi maydonga chiqadi. Madinadagi ahvollarga yarasha Ubay ibn Ka'bning tafsiri maydonga chiqadi. Shuning bilan aning tafsiri sal o'zining muhitni asos qilgan bo'lg'achqa boshqa shaklda. Ma izonli bo'lsin bir gapni qistirib qo'yay. Bu yerda ixtilof yoki xilofat desa, yildiz, prinsip, umumiy mazmun jihati ixtilof yo'q. Faqat ancha-muncha qaritilma, ancha-muncha so'zning o'xshamasligi, oyatlarning mazmunining keng qisqaligi, qaritilmalik taraflardan ancha-muncha farq bor. Chunki u talablarni shu vaqtga muhit talab qiladi. Demak, ular o'zining vaziyatiga qarab turib, shu vaziyatga Qur'ondan javob deb shusidan qilgan tafsir shu vaziyatning xarakterini o'ziga mujassamlagan bo'ladi. Shuning bilan taraflardagi sahobalarning tafsiri o'ziga xos alohidlik bilan o'xshamagan shaklda chiqadi. Shu yerdan o'xshamaslik chiqqan demakchi. Chunki ular tabiinlar sahobalarning tafsiri o'z ichiga olganmi o'rgangan va uning yana o'zlarining ijtihodiga qarab fikrlarini ham qo'shgan. Shunda o'g'achqa va men sanmadigini shunda o'g'achqa bir oyatdagi so'zlar va tafsirlar ko'payib, oyatni fukuni bunda tafsir qiladi.
Av manda tafsir qiladi, mao manda tafsir qiladi deydigan ahvol maydonga kelgan. Mao tabiinlarning davridagi tafsirninki, o'xshamasligininki, tafsir xilofatlarininki ko'payishininki omillarining birisi. Mao 4-chi o'xshamaslik tabiinlarning tafsiridagi. 5-chi o'xshamaslik mazhab xilofi, mazhab o'xshamaydigan fikrlarining urqi mushu tabiinlarning tafsirlarida maydonga chiqqanda, shuning bilan o'z ichida mushu mazhablarning urug'larini ko'tarib mangan ba'zi fikrlar maydonga kelib qolgan. Mao o 5-chi alohidligi. 6-chisi shu davrdagi tafsir har so'zni o'zining sohibiga isnod qilish bilan rivoyat qilinadi desa, chunki sahobalar davri o'tib ketdi emas, ma'nosi tabiinlar davri. Tabiinlar tafsirlarni sahobalardan olgan. Unda olganda men bu tafsirni Fukundan anglagan. Fukuni bu tafsirini İbn Abbas'tan anglagan. İbn Abbas Rasulullah'dan öğrengen yoki cho'ng sahobalardan öğrengen. Degandek har bir so'zni o'z sohibiga isnod qilib, yolg'on tafsirlarninki, to'qilma tafsirlarning kirishini oldi ilinadi. Hattoki aqvollar tunilish uchun deydigini gap kimning gapi tunilish uchun va aqvollarninki, so'zlarninki, tafsirlarning demakchi. Kuchlik bilan zaifning o'tirisi, sahih bilan saqimning, saqsaq bilan kasalning o'tirisi ayrilish uchun ma alohidlik tabiinlarning tafsirida alohida ko'rilgan alohidliklarning birisi. Demak, endi tabiinlarning tafsirimi sahobaning tafsiri qilgan vaqtda sal o'zgacha o'xshamaydigan tarafi bor, ko'rdik va alohidliklarni ko'rib o'tdik. Endi tabiinlarning ichidan chiqqan dangliq mufassirlardan kim-kimlar bor desa, tabiinlardan tafsir bilan tunilganlarning qatoridan Mujahid ibn Jibr, Said ibn Jubayr, Ato, Ikrama, Hasan al-Basri, Zayd ibn Aslam, Qatada ibn Du'amat Sadusi, Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, Abu Ali al-Riyahi, Amr al-Sha'bi va undan boshqa tabiinlar bor. Biz oldingi darsimizda sahobalarning shogird sifatida tilg'agan musulmon hammasi tabiinlarning ichidan chiqqan dangliq mufassirlar. Endi bizning hozir o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan muhim nuqtadan birisi bir tabiinning tafsirining hukmi. Oldingi darsda bir sahobaning tafsirining hukmini so'zlagan emasman. Endi bir tabiinning mujgabni deyishni ilgari men davolay. Agar tabiinlarning hammasi o'rtaq bir tafsiriga ijmo kelsa, bil ittifoq buning tafsirini elish vojib bo'ladi. Agar tabiinlarning hammasini 3 tabiin desak, masalan, mufassir tabiindan bir oyatning tafsiri haqida ixtilof qilishib 3 xil fikrining egisi bo'lsa, Maulning hech qaysining tafsirini hech qaysining ustunda qo'yib, birisiga ilzom qilib tarjih qilish olmaydi. Dalil olmasa. Hozirgi umi bil ittifoq masala. Hozirgi kitob o'tirib qo'yotgan masala bir tabiin bir oyatni bir xil tafsir bilan tafsir qildi. Boshqa tabiinlarning ichida bu xil tafsirga qarshi fikri yo'q. Qarshi e'tiroz bildirgich yo'q. Mundaq ahvolda shu tabiinning tafsirini elish vojibmi? Yoki uni bir mufassir sifatida olgandan keyin, undan keyingilar bir mufassir sifatini o'ziga ep ko'tagan kishilar olgandan keyin mufassirlik salohiyatini uni qo'yib qo'yib o'zining tafsirini olsa bo'ladi. Mana shu vaqtda o'zining tafsiridan oldiga qo'yamdi yoki ixtiyormi degandek bir xil hukm. Shunga olib turdi aytadi, ixtilafal ulama fi hukm ar-ruju' ila tafsir at-tabi'i lil-aya. Ulamolar bir tabiinninki oyatni qilgan tafsiriga murojaat qilishning hukmi haqida, ya'ni shu oyatning Rasulullohdan tafsiri kelmaganida, sahobalarning birasining tafsiri kelmaganida. Hadismi yo'q oyatning tafsiri haqida. Sahobaning so'zmi yo'q. Endi faqat bir tabiinning so'zi bor ekan, tafsiri haqida bo'lsa, desa faqalat ta'ifa. Bir bilik ulamolar dedi. Shu bir bilik ulamoning qatoridan Ibn Aqil va Imom Ahmaddan bo'lgan bir rivoya, bir Shu'ba qatorliq ulamolar va bular deydiki, annahu la yajibul akhdhu bi tafsir at-tabi'i. Ya'ni bir tabiinning tafsirini elish vojib emas. Vojib emas degani bularni bir mufassir sifatida muomala qilamiz, lekin buning tafsiri ilzomiy shaklda keskin ilinadi, undacho emas. Nimishqa? Chunki ularning Rasulullohdan anglagan ahvoli yo'q. Laysa lahum sama'un degani ularning Rasulullohdan anglagan ahvoli yo'q, xuddi sahobalarga o'xshash. Unda olganda buning bir tafsirini, bir tabiinning tafsirini bular buni Rasulullohdan oldi deganga abbaxlamay sahobalar. Ana sahobalarning har vaqt Rasulullohning tafsirini anglash ehtimoli bor. Madam sahobaning og'zidan chiqqan so'z agar ijtihod qilolmaydigan g'aybiyatga munosabatlik unda inchikliklar bo'lib qolsa, aniqla hukman marfu qatorida, ya'ni Rasulullohning hadis sifatida muomala qilinadi. Aqallis unda olmagan taqdirda bu mavquf asar deb turib,
Chunki agar o'zini anglamagan bo'lsa-mu, shu xil tushunchani, shu xil tafsirini ta'kidlaydigan mazmunlarni anglagan deb turib, unga alohida muomala qiladi. Ammo tabiinning unday xususiyati yo'q. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, chunki ular Qur'on shu asosda shu vaqtda tushgan ahvol qarinlarni ko'rmagan. Unda bo'lgandan keyin bularning Qur'onning maqsadini tushunib qilishda xatolish qilish ehtimoli tamoman mumkin. Yajuz degani mumkin. Va dalil emas narsani dalil deb o'ylab qilishi tamoman mumkin. Demak, bularda ismat yo'q demakchi u jihatda. Uchinchidan, tabiinlarning adolati aniq nas keltirilmagan. Xuddi sahobaning adolatiga dalil nas keltirilgandek, sahobalar hadis babidami sahoba majhul bo'lib qolsa, uning hadisining kuchlilik, ojizlik, sahih zaifligiga ta'sir etkazmaydi. Ammo undan keyingilar majhul bo'lib qolsa, hadis zaif hadis qatorida muomala qilinadi. Tafsirda o'xshashlar sahabaning adolati iniqob, sahabadan masal chiqmayotganligi iniqob, Alloh Qur'onda maqtagan kishilar bo'lganligi, Rasulullohning bularning adolatiga guvohlik berganlik tufaylidan bular adolati keskin deb e'tirof qilinsimi, garchi uning ahvoli bilinmasmi? Lekin tabiilda unda xususiyat yo'q. Xuddi Abi Hanif rahimahullohdan bunday deganlikka naql qilingan. Sahabi buna degan Abu Hanifa, "Ma jaa an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rasulullohning kelgan har qanday masalaga fa al-ra's wal ayn degani bosh ustiga." Chunki bu vahiy. Rasulullohning sahobalaridan kelganlarini mo la atruku uni tashlamayman. Chunki ular madrasa Muhammadiyaning o'quvchilari. Ammo tabiinlardan kelib qolgan bo'lib qolsa, maja'an tabiin. Endi ulamo itoat qilgan odam, bizmi itoat qilgan odam. Unda buni bir mujtahid sifatida, bir mufassir sifatida muomala qilamiz. Qandaqdir uning so'zining bizning ustimizga ilzom xarakterli xususiyati yo'q deb Imom Abu Hanifa bunda qarashni bildirgan. Mavo bir bilik ulamolarning bir tabiinning so'ziga, so'zini elish ammaslik masalasidagi ko'z qarashi. Endi yana bir toifa, yana bir guruhdagi ulamolar deydi. Bular mufassirlarning ko'p qismi va Imom Ahmadning kelgan yana bir rivoyat. Bular deydiki, tafsirda bir tabiining so'zi elinadi, qanday chaqda iza lam najid tafsiraha fi sunnah ma oyatning tafsirini hadisni topolmasak yoki sahobaning so'zini topolmasak, bir tabiining tafsiri bo'lib qolsa, shuni keskin olamiz. Nimishqa? Chunki ular tafsirni sahobalardan o'rgangan. Sahobalarning so'rovlariga hozir bo'lgan. Sahobalarning ilmidan ichgan ular. Sahobalardan boshqalar anglamaganni bular anglagan. Masalan, Mujohid Mushabni Ibn Abbosga 3 qatim har qatimda har oyatdan so'rab o'tkazgan, yuqorida o'tgandek. Qatada ibn Duama deydi, Qur'onda qanday bir oyat bo'lsa, men shu oyat to'g'ri bir narsani anglaganligini o'rgangan demakchi. Shu'biy deydi, Alloh bilan qasamki, Qur'onda har qanday bir oyat bo'ladi ekan, men u to'g'riliq so'rganligini o'rgangan. Demak, tabiinlar, sahobalarning bir butun oyatlarni ham o'rganib chiqqan bo'lg'achqa, butun musabni o'rganib chiqqan bo'lg'achqa, tabiinlarning ma'lum darajada sahobalarning xarakteri har holda yetilgan. Ya'ni tabiinlarningki ilmining asosi sahobalar hisoblanadi. Tabiinlarning tafsirining asosi sahobalar hisoblanadi. Sahobalarni olamiz degandan keyin bunligini qanday qilamiz? Olamiz deb ma'bir ulamolar manda deydi. Endi Abdur o'zininki fikrini o'tirib qo'yib, va ra'yur rojih, ya'ni bu haqdagi kuchli fikr nima desa, biroqlam olamiz, ammaymiz deb etmasdan at-tafsil degani ayirib muomala qilish. Xuddi Ibn Taymiya degandek, agar ular bir tafsirga ijmo qilsa, men bayatni al-qiyma mazmunning oldida davog'andaka, elish vojib, uning hujjat bo'lganda la yurtab. Shak yo'q, shak qilinmaydi. Agar ixtilof qilishib qolib qolsa, ularning so'zining ba'zi-ba'ziga hujjat bo'lmaydi, oldin kimlarga hujjat bo'lmaydi degani, masalan, 3 tabiin, mufassir tabiinlardan bir oyatning tafsiri haqida 3 xil fikrga ega bo'lsa, biz shunday hukm qilamizki, ma'aning fikri B'ning fikri jimni basanmaydi. Balki har birisining o'z oldiga fikr deb hisoblanadi va undan keyingi mufassirlarmi o'zining ijtihodiga qarab tafsir qilsa bo'ladi. Va bu haqda nimaga tayinimiz desa, Qur'onning tiliga, hadisning tiliga yoki arab tilining umumiy qoida prinsiplariga yoki shu haqdagi sahobalarning so'zlariga, shu mazmunlarga qaytamiz. Ma'vo bil ittifoq masala. Buningda bizning hozir ixtilofotimiz yo'q va bizning timimiz emas. Qult degan ma'bturun degan. Ma'vo ixtilof yo'q masalalarning qatoridan hada mimma la xilofa fi. Ammo ixtilof nada desa, bir tafsir bir tabiindan keldi. Bu tabiinga tabiinlarning ichidan muxolif bilinmaydigini qarshi turadigan bir tabiin chiqmadi. Mana mandaq tafsir olib qolsa, qanday qilamiz desa, albatta buni elish
kerak. Vacib emas, lekin elish kerak. Va buni undan boshqalarga muqaddam qilish kerakki, bir tabiining tafsirini tabiin emas, undan keyingilarning tafsirini muqaddam qilishqa. Chunki ularningki ilm jihatda undan keyingilar qilgan vaqtda fazilati va alohidligi va sahobalarda o'qigan yeri va Rasulullohning shogirdlaridan ilm olgan yeri va ma'nolarni ko'z tutib bir tabiining tafsirini tamoman elishga bo'ladi. Ya'ni elish kerak deb manda hukmni rojih ko'z qarab o'tirib qo'ydi. Shuning bilan biz Qur'oni Karimning tafsirininki tafsir bosqichlarini at-tafsir fi ahd ar-rasul, at-tafsir fi ahd as-sahaba, at-tafsir fi ahd at-tabi'in, at-tafsir fi ahd at-tadwin deb to'rtga bo'lgan to'q. Ilgirgi darslarda Rasulullohning davridagi tafsirlarning umumiy ahvolini bir qur anglab o'tdik. Sahobalarning davridagi tafsirlarning bir qur ahvolini va ularning prinsiplarini, alohidliklarini, sahobalarning ichidan chiqqan mashhur mufassirlarni anglab o'tdik. Bugungi darsimizda tabiinlarning tafsirining ahvoli, ularning manhaji, ya'ni prinsipi va bularningki alohidliklari va tabiinlarning ichidan chiqqan alohida mufassirlarni ko'rib o'tdik. Endi 4-bosqich at-tafsir fi ahd at-tadwin mushakkaldir. Ya'ni tadvin davridagi tafsir. Biz dedikki ilgirki marhalalardagi tafsir rivoyat va talqin bilan bo'ladi. Tadvin davridagini Hijriyaning 2-asrining oxirgi vaqtlariga to'g'ri keladi. Butun bilimlar, butun mazmunlar yezib xotira qoldirishga boshlangan vaqt. Meyda turda o'tdi. Biz dedikki tafsir ilgirki marhalalarda rivoyat va talqin orqali degani eg'izaki o'g'itlatdi, eg'izaki anglatdi. Gerçi bu yerda tadvin bor degan taqdirdami? Inkana huna tadvin. Gerçi bu tadvin bor degan taqdirdami? Lekin bu oz tadvin bo'lib, tadvin qalil bo'lib, buni rivoyat besib ketadi. Rivoyat ko'p. Va rivoyat yuqoridagi marhala bosqichlarning umumiy shaklini o'ziga olgan degani asosan eg'izaki shaklda. Yoziqchilik yo'q. Tadvin asri Hijriyaning 1-asrining oxirida, Hijriyaning 2-asrining 5-ida boshlandi. Shu vaqtda Payg'ambar alayhisolamning hadislari xilma-xil tema, xilma-xil boblar bilan duvina degani yozishga boshlandi, xotirlandi. Eng burun hadis xotirlangan. Va biz shuna deyalaymiz-ki, tafsir bosqichimi shunga ergashib bir qancha bosqichlarni besib o'tgan deb 4 bosqichni besib o'tgan bo'ldi tafsir bosqichi. Birinchi bosqichda tafsir bu bosqichda hadis boblaridan bir bob sifatida xotirlangan. Demak, mustaqil tafsir yo'q. Hadis kitoblarini yozganlar, xotirlaganlar, Kitobut Tahorat, Kitobus Salat, Kitobul Iman, bu degandek Kitobut Tafsir ya Kitobut Tafasir deb bir bobni maxsus hadisga ajratib qo'ygan, tafsirga ajratib qo'ygan. Xuddi Kitobut Tahorat, Babus Salat, Babuz Zakat, Babul Haj degandek Babut Tafsir debchi. Ammo valam yufrat lit-tafsir ta'lifun xasga tafsirga maxsus xas asar lam yufrat mustaqil yozilib boqmadi. Ya'ni tafsirlarni o'z ichiga oladigan oyat Qur'onning 5-oxirigacha mandatda xuddi bizning oldimizda hozir Safatut Tafasir deymiz, tafsir Ibn Kasir deymiz. Shunga o'xshagan tafsirlarda diqqat qilsak, sura Fotihadan boshlansa nas to'xtaydi. Har oyatni tafsir qilib. Bunda tafsir o vaqt yozilmagan demakchi. Endi mushu marhalada, mushu bosqichda tafsirni xotirlagan kishilarning qatoridan, hadis boblaridan bir bob sifatida xotirlagan kishilarning qatoridan Yazid ibn Harun Sulami, Shu'bat ibn Hajjaj, Waki' ibn Jarrah, Abd ibn Humayd va undan boshqa nurg'un ulamolar va mufassirlar bosqich bir qanchadan alohidliklar bilan farqlanib turadigan bo'lma. Birinchi bosqich tafsirning yozilish bosqichining birinchi bosqichi. Birinchidan ularning isnodga xos ko'ngil bo'lishi degani kim bir tafsirini rivoyat qilgan bo'lsa, u kimdan anglagan? Uning ustozi kim ekan? U qaysi sahobadan anglabdi ekan? U sahoba Rasulullohdan anglabdi ekanmi yoki o'zining ma'rifatimi ekan? Degandek mush nuqtalarga alohida ko'ngil bo'linadi. Ikkinchi alohidligi birinchi bosqichningki
bularning tafsirini to'plashi mustaqil emas bayatın degandek. Balki hadis bablarining bir bob sifatida. Ya'ni mustaqil kitob yo'q. Uchinchi alohidlikda, uchinchi farqda Rasulullohning marfu tafsirlari bilan to'xtamaganligini, hadisni, Qur'onni tafsir qilishda Rasululloh degan hadislarni ham tafsir qilmay, balki sahobalarning tafsiri va tabiinlarning tafsirini ham qanday qilib o'z ichiga oladi. Mana 3 alohidlik birinchi tadvin davridagi birinchi marhalaning alohidligi. Ikkinchi marhala. Ma marhalada tafsir mustaqil bir fanga aylanadi deydi. Ya'ni qoiman bi nafsi degan gapmi? O'zi mustaqil bo'lgan degan gap ikkisini qo'shsak, o'zi turadigan degan gap. Qur'onning oyatlarining hammani o'z ichiga olgan. Qur'onning suralarining hammani o'z ichiga olgan. Murattaban ra'langan mushafning tartibi bo'yicha sur Fatihadan boshlab Nas tugaydigan bunday shaklda tafsir ayrim mustaqil bir fanga aylandi. Ibn Taymiya, Ibn Xillikallah shuni iniq o'tirib qo'ydi-ki, mushu tafsir sohasida tunjob asar yozgan odam, shu kitob yozgan, mustaqil tafsir yozgan kishi Abdul Malik ibn Jurayj deydi. Endi mushu marhalada asar kitob tafsir yozganlarning eng dangliq kishilarni tuvandagi bir necha ismi chiqqan, ismi xotirlanganlar, ya'ni Ibn Majah, Ibn Jarir at-Tabari, Tabarining tafsiri hozir ham kitobxonlarda bor. Abu Bakr al-Munzir an-Naysaburi, Ibn Abi Hatim, Ibn Hibban, Hakim, Ibn Mardawi qatorliq mavlaning hammasi shu vaqtdagi, ya'ni tadvin davridagi mustaqil tafsir yozgan dangliq mufassirlar. Va bundan boshqalari bor. Albatta, ma bosqichdagi tadvin, shu tafsirni xotirlash, tafsir yozish tuvandagidek necha xil, to'rt xil alohidligiga birinchisi annama duwina fihi degan gap shu sohada xotirlangan, yozilgan tafsirlar asosan Rasulullohdan kelgan ma'sur tafsirlar bilan Rasulullohning sahobalaridan kelgan va tabiinlardan kelgan ma'sur tafsirlar bilan bo'lgan. Bu bir alohidlik. Ikkinchi alohidlik ma bosqichdagi tafsirning shu rivoyat qilinguchi tafsirning sohibiga ulashquchi isnod bilan dedigani har tafsirning isnodi eng oxirgi yog'icha ulashdigan mana shaklda. Ya'ni xuddi Sahih Buxoriydagi haddasana degandek mana shaklda edi. Uchinchisi bu mufassirlarningki tanqidga tafsirdagi hadislarni rivoyat qilishda sahihlikni aniqlashga pek ko'ngil bilishi yo'q. Chunki bularning ko'ngil bilishi isnodni bayon qilib qo'ygandan keyin, buni shu vaqtdagi jamiyatdagi ba'zi bir ahvoldan, muhitdan olib qayg'ulolmaydi. Chunki shu jamiyatdagi ilmiy muhit raviylarning hammasi ma'ruf. Kimning zaif, kimning sahihligi hamma odamga ayon, shu ilmiy sohadagi hamma odamga. Bo'g'achqa bular faqat isnod bilan deb qo'ysa, qolgan kimning sahih, kimning zaif, kimning kuchli, kimning ojizini boshqalar o'zlari qanday qilib oladi? Biladi deb ma sahih, ma zaif deb ayirib o'tmaydi. Faqat isnod bilan deb qo'ydigan bunday bir ko'ngil bilishi bor. Balki ularning ba'zisi har oyat rivoyat qilingan, mayli sahih bo'lsin, saqim bo'lsin, butun rivoyatlarning hammasini tilga oladi. Sahihlikni aniqlamaydi degani ma sahih, ma zaif deb aniqlamaydi. Ya'ni Ibn Jurayjga o'xshash. Nima ish qadisa, buningdagi sabab ularning isnodini tilga olganligi. Isnodni tilga olgan kun bo'ldi, haq o'zi bilib oladi uni demakchi. Chunki ular isnodni tilga elish bilan rivoyat qilingan hadisning darajasini bayon qilishdan kifoyalanadi. Shu vaqtda mundaq bir gap mo'do'gan, ala hadd qawlul qoil degani mundaq gapni deydigan odamning gibi bo'yicha degani mundaq gap mo'do'ganki, man asnada faqat abra'a zimmatahu. Ya'ni qanday odam isnodni joyida bayon qilsa, o'zining vazifasini ado qilgan bo'ldi. Tugudi uning vazifasi. Chunki men bayatni degandek shu vaqtdagi ilmiy muhitda qaysi ravi zaif, qaysi ravi sahih. Kimning gapi kuchli, kimning gapi ojiz, ilm egalarining hammasiga ma'ruf bo'lg'ach, tafsir yozgan odam isnodlam deb qo'ysa, qolganini o'qurmanlar, anglag'uvchilar o'zlari qanday qilib oladi, ayirib oladi. Mana o'qituvchilar ular hadislarni, rivoyatlarni sahih, zaif deb tafsirda ayirib o'tamagan. Mana 4-chi farqi. 3-chi farqi. 4-chi farqi Isroiliyat rivoyatlari kengaygan. Shu Isroiliyat nurg'unlari tafsirining qatorida billa xotirlangan ahvol. Mana 4-chi farq. Ma 2-chi marhalaninki 4-chi farqi. Endi 3-chi marhalaga kelsak, bu tadvin davridagi 3-chi marhalaga kelsak, marhala, 3-chi marhala tafsir tarixidagi xatarlik bir burilish bo'lgan. Dal tafsir buzilish mishan boshlangan. Tafsirdagi ra'iy tafsirlari, bunda ra'iy deganim mazmum ra'iy, ya'ni tafsirdagi o'z xohishi bo'yicha o'zining ra'iyiga qalab
Bundaylık memduh şekildeki emas. Özünün xohish bo'yicha, ishtahasi bo'yicha tafsir qilgan ahvol nishadlangan. Qanday desa, bada'at hina ittajaha. Ya'ni bu bir xatarli bu marhala tafsir tarixidagi bir xatarlik burilish bosqichi bo'lib, bu bosqich manda boshlangan. Qanday boshlangan? Shu vaqtning o'zida bir qism mufassirlar hina ittajaha ba'dul mufassirlar, bir qism mufassirlar isnodlarni qisqartishga yuzlangan. Dal qashlamishlardan chiqqan. Isnodni oshkora o'tirib qo'ygan vaqtda qaysi zaif, qaysi sahih ayriladi. Hadis to'qiydiganlar, rivoyat to'qiydiganlar, tafsir to'qiydiganlar to'qiy olmaydi, chunki isnodi yo'q. Endi isnodni qisqartgandan keyin ham shu yerni yuz beradi. G'arazliklar, dushmanlarninki hilisi dal shu vaqtda kuchga ega bo'ladi. Va salaflardan rivoyat qilingan asarlarni, bu asarlarni o'z qoillariga tegishligiga nisbat bermasdan naql qilib boshladi. Shuning bilan natijada sahih bilan zaif ayrılışib ketdi. Dal ashu yuchuqlarninki eng xatarligi ve yırıklarının en kengrisi oldu, kengrisi. Nimiş desa, düşmanlar, dinge düşmanlık qiluvchilarning ki, şu dinda din razı olmaydigan narsani to'qish uchun kirishiga ve dinning prinsiplaridan emas narsalarni to'qib o'ydirib chiqarishiga eng kengri yuch qo'yib berdi. Mao. O'ydirdiganlar düşmanlar dal mishadin foydalandi. Agar Allah ma ishqa islomga, islom ulamolaridan azg'ullarning azg'ulligini echib beradigan, g'arazliklarning suiqasdlarini echib beradigan, sahih bilan saqimni ayirib beradigan kishilarni hozirlamagan bo'lsa, mushu ummatga mushtini saqlab qo'ymagan bo'lsa, dal dushmanlar ashuvchiqlardan kirib ketgan bo'ladi deydi avtor. Ammo Alloh unda qilmadi. Dinni qiyomatga saqlab berishga va'da qildi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Shu tufaylidan garchi anda yuqli echilgan bo'lsa-mu, itidigan bir bilik olimni maydonga keldi. Ya'ni shundaqlar ma bosqichda tafsir haqida ra'iy bilan so'zlaydigan ahvol ko'paygan bo'lib, ziyoda bo'lgan bo'lib, bu ra'iyning ichidan mahmud ruva va mazmum ruva. Ha shu o'zining ijtihodiga tayinib qildigan, yaxshi qilgan tafsirlarmi bor, mazmum ayblanadigan tafsirlarmi bor, qabul qilinmaydigan. Bular Qur'onni ilmsiz gap qilishga, jur'at qilishga boshladi. Ularning ba'zisi bir tafsirda so'zlarni rivoyat qilishni ko'p qilishga intildiki, jiq gap akildiga bo'lib qoldi. Shuning bilan uningga gap akilish fursati tepilganlik har qanday odam sara kullu man yusnahu lahu degani fursat tepilganligi har qanday odam gap qilish fursati keltirdiga bo'lib qoldi. Min g'ayri ay yaxtura bi balihi shay. U tayinadigan bir narsa kechmasdan, dalil bormi, yo'qmi, parvoyiga olmasdan chiqib gapligi topolsa tafsirda keldiga bo'lib qoldi. Shuning bilan undan keyin kelgan kishilar shunda o'ylab qoldiki, mufassir akagan ma gapning dalili bor deb o'ylab qoldi. Na sahihligiga qaramasdan, na sanadini izlab boqmasdan. Dal mavo xatarlik ahvol. Anikin Isroiliyat rivoyatlari ko'p taraqqiy qildi. Isroiliyat axborlarini tashvishda va kengaydi va uni bilishda foydasi yo'q ishlarga cho'kish kengaydi. Bu orqali din ishlari haqidagi buyuk haqiqiy tadqiqotlardan mufassirlar va o'quvchilar, tafsir o'rganuvchilar mashg'ul bo'lib qoldi. Xatarli tafsir bosqichidagi 3-bosqich tadvin davridagi intayin xatarlik bosqichi bo'ldi. 4-bosqichga kelsak, endi mavo keskin, hatmiy degani keskin oldingi bosqichning natijasi bo'lib qoldi. Aniqla, chunki oldingi bosqichda kirdiganligi dushman kirdi, deydiganlar davoldi, g'arazliklar suiqasdini qilib oldi. Tabiiyki buning natijasi keyingi davrlarda maydonga kelishi bu aniq. Chunki tafsirning ishki shu eshiklar aytishquchlarning hammaga etilib ketdi. Bu eshikdan uruqsimizlar, sahih kasallar kirivadi. Hel ham bu eshik bizning bugungi mushkunimizga qadar ochiq turyotdi. Bunda ahvol qachon yuz berdi desanglar, faba'da an kana, ya'ni tafsir Rasulullohdan kelgan naqliga, sahobalardan kelgan naqliga, tabiinlardan kelgan naqliga tayinadigan bo'lgandan keyin bo'lgan ahvolki, biz marhalada, 4-marhalada ra'iy bilan tafsirga tayinadigan ahvollarni ko'rdik. Bu ahvol islomdagi firqa mazhab ko'z qarashlarning ko'pinchasining paydo bo'lishining natijasi bu.
Şunun bilan her mezhep egilari Qur'onning oyatlariga yuzlanib, u oyatlarni o'zlarining mazhabi va e'tiqodlariga mos keladigan bo'yicha tafsir qilishga boshladi. Shundaqla har fanning egilari ularning fanlariga mos keladigan mazmunlarga ko'ngil bo'lishga boshladi. Shuning bilan fanlardan bir fanda utuq qazinib chiqqan, uchiga chiqqan, qazinib chiqqan har qanday kishi shu fan u odamning tafsiriga g'olib ko'pincha g'alba qildigan bo'lib qoldigini, shu fan shu tafsirni egallab ketdi. Masalan, faqih tafsir qilsa, yakadu yasrut fihi al-fiqh degan tafsirda sopla fiqhni bayon qiladi asosan. Dahi ba'zi vaqtda far'iy dalillarni to'g'izish, qarshilik qilganlarga rad qaytirish qilma o'mnish ketgan ahvollar tafsir olmay fiqh kitib bo'lib qoladi vaqtida. Imom Qurtubiy jasas o'xshash ixboriy tarixshunosningki faqat qissalarni bayon qilish, uni to'liqlashdan boshqa ham yo'q. U xuddi tafsir emas, tarixiy kitobdek. Talibiga o'xshash. Grammatikchininki i'rob va ehtimollik yo'llarini ko'paytirishdan boshqa ham yo'q. Zujaj, Vahidi, Abi Hayyanga o'xshash. Tafsir deb yozilib, ichiga qarasa, hisobla grammatik kitob. Aqli bilim sohiblari degani ilmi kalomchilar. Buning tafsirlari danishmanlarningki so'zlari bilan, falsafchilarning so'zlari bilan, ularning shubhalari bilan, shubhalarga rad qaytirish bilan tushib ketganlik. Faxri Razining tafsiriga o'xshash. Shunga Faxri Razining tafsirini ulamolar fihi kulli shay illa tafsir deb baholani bergan ahvol bor. Bu tafsirda hamma narsa bor, faqat tafsir yo'q debchi. Demak, mana ahvollar shakllanadi 4-bosqichda. Mana shunga o'xshash biz har fan sohibi, har mazhab sohibininki Qur'onni o'zining faniga emas yoki o'zining ko'z qarashiga emas yoki o'zining mazhabiga dalil bo'ladigan mazmunlar bilan tafsir qilayotganligini ko'ramiz mana 4-bosqichda. Garchi u qilayotgan tafsir Qur'on uning jihatidan tushgan maqsaddan bakira qo'ysimi, lekin cho'rib, qayrib, opirib Qur'onni tafsir qilgan ahvollar shakllandi. Mana shu tafsirni xotirlash bosqichi besib o'tgan 4 bosqich bo'ldi. Lekin bu yerda biz shuni bilishimiz kerak. 4 bosqich desa, oq-oqidan kelgan 1 yil, 2 yil, 3 yil emas. Mana bir bosqich bir necha yil, hatto bir asr davomlashadi. Bu asta-asta oxirlashib, suzilib, ikkinchi bosqich tabiiy boshlanib ketadi. Keskin plan chegara birinchi bosqich, ikkinchi bosqich degan gap yo'q. Balki birinchi bosqich ma'lum mavzuda davomlashadi, ikkinchi bosqich ma'no o'tirdan davomlashadi. Unda ikki bosqichning uchrashgan joyi xili kengli. Birinchi bosqichda ikkinchi bosqichningki muqaddimalari bor. Ikkinchi bosqichda birinchi bosqichning quyruqi bor. Mana shaklda. Lekin shuni bilishimiz kerakki, bosqichlarning oq-oqidan kelganligi qanaqdir har bosqich keyingi yoki ilgirgi bosqichdan to'liq ayrim mustaqil uzuk deganlik maqsad qilmaydi. Balki har bosqich uning ilgirgi yoki keyingi bosqichda mavjud degani birinchi bosqichda ikkinchi bosqichning alomat ta'sirlari bor. İkinci bosqichda birinchi bosqichning qoldiqlari bor. Bunda kirishib mangadi. Ba'zida dahi shu marhalada uning ilgirgi bosqichiningki uruqcha va nuvat degan uruqcha, buzur degan uruq suludu degan. Demak, ikkinchi bosqich birinchi bosqichni taraqqiy qiladi, birinchi bosqich ikkinchi bosqichni tug'di bunday aytgan vaqtda. Anda butunlay kelib birinchi bosqich tugidi deb bilan pardani tashlab bilan, pardani yechib ikkinchi bosqich unda mangmaydi. Cho'qim kirishib ketgan ahvol bu-chu. Andikin mushu tadvin davrida yozilgan eng muhim asarlarning birisi laysa min as-sahl zikrul muallafat fi asr tadvin, ya'ni hijriya 1-asrning oxiridan davomlashib, ya'ni hijriya 2-asrning 5-i, hijriya 1-asrning oxirisidan davomlashib, hozir bizning bugungi asrimizga davomlashgan tadvin davridagi muallafatlarni sanab bo'lish uni tafsili tekshirish u yoqda tutsin. Fadlan an istiqsa dalika degan uni tafsili tekshirish u yoqda tutsin. Uni sanab chiqish masan emas. Ish ashtavga ekan biz muhim deb qaragan muallafatlarni qisqacha so'zlaymiz. Endi tafsir ikki xil yozilgan mushtadvin davrida. Birisi tafsir bil ma'thur, ya'ni birisi tafsir bir ra'yda, ya'ni bil ijtihadda. Uni keyin so'zlaymiz, lekin hozir muallafatlarni shu bo'yicha ikkiga ayirganlik. Masalan, tafsir bil ma'sur haqida yozilgan muallafatlarning eng muhimlari tuvandagi 10 dona muallafat: Jami'ul Bayan fi tafsiril Qur'on. Hammalar bilamiz tafsir Tabariyda, Bahrul Ulum, Al-Kashf wal Bayan an tafsiril Qur'on, Ma'alimut Tanzil, Al-Muharrar al-Wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz, Ad-Durr al-Manthur fi tafsir bil Ma'thur, tafsiril Qur'on al-Azim. Hammalarga tanishlik Ibn Kasir degan shu.
الجواهر الحسان في تفسير القرآن الحيسان يعني فتح القدير mana men böyle düşünüyoruz Şevkani'ninki Advaul Bayan fi izahil Kur'an bil Kur'an ma yaqinki mushu 19 asrda yozilgan eng esil tafsirlarning birisi ma yuqoridagilarning hammasi tafsir bil ma'sur g'atava yani tafsir bil ma'sur deganimiz Qur'on bilan Qur'on hadislar Qur'onni sahobalar bilan Qur'onni tabiinlar bilan ijtihodatlar bilan tafsir qilgan bo'lsa tafsir nima bo'ladi tafsir bil ma'sur bo'ladi am tuvandagi tafsir bir ra'y bilan qilingan tafsirlardagi muhim asarlar yani tafsir bir ra'yning ijtihodlar demak unda asarlarga tayinlab emas o'zining qo'saqdagi bilim bilan masalan al-Kashshaf Allohimizga maxsharayningki Mafatihul G'ayb Madarikut Tanzil Haqaiqut Ta'wil tafsir Nasafiy deb qo'yamiz buni Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil Al-Bahrul Muhit Anwarut Tanzil Asrarut Ta'wil hammalarga ma'lum tafsir Baydawi degan shu Tafsirul Jalalayn Irshadul Aqlis Salim ila Mazayil Kitabil Karim Abi Sa'udninki Ruhul Ma'ani fi Tafsirul Qur'anil Azim va Sab'ul Mathani Tafsirul Manar Muhammad Rashid Rizzaninki 19 asrda yozilgan tafsir fi Zilalul Qur'an hammalarga ma'ruf Sayyid Qutb rahimahullohning tafsiri shuni bilan bizningki kitobimizning ikkinchi mazmuni tafsirninki paydo bo'lish ahvoli va biz o'tgan qadam bosqichlari haqidagi ma'lumotlar shundan oxirlashdi bugungi darsimiz mushada to'xtaydi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin